rivojlanmaydi. Qani menga ayting, qaysi bizni sohamiz juda zo'r rivojlanib ketyapti? Ha, to'g'ri, sportga biz juda ko'p pul tikdik, mana sportni rivojlanganini mevasini ko'ryapmiz. Ha, biz musiqaga ko'p pul tikdik va uni natijasini ko'ryapmiz. Juda ko'p musiqachilarimiz bor, juda ko'p sportchilarimiz bor, lekin qani injenerlarimiz? Qani mexaniklarimiz? Qani bizni tibbiyot sohasida insonlarimiz? Qani siyosatchilar? Qani ijtimoiy sohadagi insonlarimiz? Qani moliyachilar? Qani bir mukammal o'zini ishini biladigan marketologlarimiz qani? Qani analitiklarimiz? Nimaga bu kadrlarimizni bizni ayni driver soha bo'lgan, ya'ni mamlakatni rivojlantirishi kerak bo'lgan lokomotivlarni oldida turgan kadrlar yo'q, yetishtirib chiqarmayapmiz. Chet ellarga ketganda nimaga bizni vatandoshlarimiz chet elga borganda muvaffaqiyatga ko'p erishadi? Chunki bizni genimizda bor. Agar o'sha chet ellarda o'qiyotgan talabalarimizni qilingan sharoitga o'xshab bizda ham butun xalqimizga shunaqa sharoitlar qilib berganimizda edi. 20 yil, 30 yil oldindan boshlab.